Xosiyat xonim gap qilgach, uning yeniga kelib, texicha opsining dumbisiga chaplashib uxlayotgan o'g'lini erkiltib qo'ydi. Gerçi Xosiyat xonim shaharlik yezi egilik idorasining ko'zga ko'ringan agronomi, eri dangli ximiya o'qituvchisi, ilmiy mudir bo'lsa-mu, lekin ozroqmi kibr yo'q, xushbichim, illiq chiroy ayol bo'lib, u qachon qarasa kishilarga mushunda xushxo'y kulib muomala qiladi. Gulxon uning qarab ortiq gap qilmasdan susli kulib qo'yib, o'shnisidagi bolasini avoylab yerga qo'yib, belikiga o'tkazib olgan qo'l sumkasidan o'zi kechini kunduzga o'lab ko'chirib chiqib tayyor qilgan qo'lyozmani chiqarib Xosiyat xonimga sundi. Xosiyat xonim uning qo'lidan qo'lyozmani ehtirom bilan topshirib elib, echib ko'rib boqmasdan ozroq saqlab turing. Ish haqingizni hozirlab berib o'tay degunicha yengil qadamlar bilan uyga kirib ketdi. Ah, taqdir. Maqola asarlarni kompyuter degan o narsada urib chiqarishga menga ruxsat qilmagan. Bo'lmasa men bu xizmatdan quruq qolaman. Bizdek beqo'l sho'rpishanilarga ish chaqirtqaysan. Xosiyat xonim uydan tezli qaytib chiqib, qo'lidagi pulni uningga berdi. Bo'ldi, sanamsam bo'ladi. Men sizlarga ishonmasam kimga ishonay? 300 yen. Har nim bo'lsa bir necha kun bo'lsa jam beqib turg'ili bo'ladi. Biroq Kamilning qimor qarzini qanday qilish kerak? U shu talvilikchaklarni obdan biladi. Agar ularga azroq bo'lsa-mu pul bermasa, ular Kamilning jinini oladi. Yana tehi o'ziga haqorat qilib tahdid soladi. U ushchiga chiqqan qonunsiz ablaqlarni yo bir qonun o'rinlariga arz qilib bo'lmagan. Arz qildimi deyli? Bo'ldi, ishning cho'ngi chiqdi. Bugun bo'lmasa atila erning o'liki qaysi bir avraz yo'lidan chiqdi yoki putquli singan holda hikmaq bo'lib qoladi. Bundaq kunlarni ko'rish hargiz nasib bo'lmasin. Qandaqli bo'lmasin Kamilning ko'ngliga insof bersin. Bu tuyuq yo'ldan baldiroq qaytib, burunqa o'zini tepib olsin. Singlim, bu pulni oz ko'rib qoldingizmi yoki xato bo'lib qaptimi? Xosiyat xonimning so'zi uni xiyol qo'yindan so'rab chiqdi. Ha, yo'q, undaq emas. O'zimcha boshqa bir ishni xiyol qilib qaptiman. Baksat bo'ldi. Kechiring Xosiyat acha, sizga ko'p rahmat. Yana ish bo'lsa hayt davatasiz. Boshqalarning mushundaq ishi bo'lsa xafa bo'lmay menga tunishtirib qo'ygan bo'lsangiz. U Xosiyat xonimga past ovozda rahmat aytib, keyniga burilibla o'yildan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Shu orliqda Xosiyat xonim uni chaqirib, ishkilangan holda so'rab qoldi. Singlim, chiroyingiz bir qismida turdi. Og'rib qolmagansiz-a? O'zingizni bek charchitib olmangchi-mu? Haras, sizning yo'ldoshingiz qayerda xizmat qiladi? Siz bundaq jon tikib qo'shimcha xizmat qilayotgan yerda eringizmi cho'qim bek tirishchan-ku deyman. Odam degan mushundaq tirishchan bo'lg'ini yaxshi. Hozir bekor talablar o'ynab ketyapti deysa. Ha, men shu yo'ldoshim elqi u shaharlik uymilik shirkatida ishlaydi. U yana ta'minotiga yomon emas, lekin men shu baliga qaraydigan odam bo'lmag'achqa, balam bog'cha eshigi to'shqicha uyda baliga qarag'ach, shu uyda bekor o'ltirg'im kelmay, oqshimi atsi mushunda qo'shimcha ish tepib qilyapman. Mening faqat jim turg'im kelmaydi ekan. Ha, shundaqmi? Xosiyat xonim uning gapiga ishonmayotgandek, hayron bo'lgan holda uning yuziga tikilib qarab qoldi. Agar uning eri xizmat qiladigan bo'lsa, bu ayol qandaqsik mushundaq ko'ni kiyimlarni kiyib, uruq, nimjon bolsini so'rashtirib yurib, xalqning xizmatini qiladi. Shundaq, biroq u erim har oyda topgan barliq ish haqini va mening topgan targanlarimni qimorda uturib tugitib o'tadi. Yana kelib necha mo'lgan qimor qarzi bor deyanmaydi. Shuning bilan u yana demoqchi bo'lgan gapining oxirini yutib o'tib, og'may qilib turib qoldi. Xosiyat xonim uning tanglikda qolganligini ko'rib, beshini bo'shli chayqab qo'yib, chiroyiga chandirmasdan kulgi yugurtib, kun kechirish baq qiyin. Hozir pulning rostili kuchi qolmadi. dedi uni tanqislikdan qutuldirmoqchi bo'lgandek, uningga tikilgan ko'zini yonga burab. Gulxon ochiq kulib qo'yib, past ovozda xo'sh dedi va bolasini quchoqlab ko'tarib, eshik tarafga qarab mangdi.
u hovlidan chiqib xili bir yerlargacha uzab ketgandimi, Xosiyat xonimning ko'zining yanada uning keyindan gumon bilan qarayotganligini his qilib qoldi. u uy yanoshida yemeklik do'kondan sut parashki, pechena, tuxum qatorliq bolasiga lozimlik narsalarni setib oldi. Uning hozirgi bu iqtisodiy ahvoli oilasining g'urbatchilikka to'lgan nomard ahvoliga nisbatan aytganda pranik, sut parashki degandeklarni setib olish uningga bir oz rohat farog'atga berilib isrofxo'rlik qilgandek bilinadi. Lekin u bolasining kundan kunga o'riqlab ketayotgan bejik ham avoq badaniga qaraganda ish serilib, o'zi yemisimi mushu bolasi uchun ozroq oziqlik to'liqlaydigan narsalarni setib olmaslikqa iloji yo'q edi. U uyga qaytib kelgandan keyin to'rttamning ichida bo'ron hovlayotgandek, to'rttam ichidagi har bir bo'ling pushqoqlardan nomratliq, g'eriblik to'kilayotgandek ko'ngli bir qismli bo'lib qoldi. Kamil yana uyga qaytmagan bo'lib, uning yana qimorxonaga qimor o'ynag'ili ketganligi aniq edi. Uning ko'ziga mo'lladi yosh keldi. Ammo u bu ko'z yoshlarni majburiy ko'zining ichiga singdirib yetib, bolasini karavot ustiga qo'yib, uningga qarab kulib turib, "Kamranjon bolam, o'maq qo'zam, gap anglab jim o'tirib turing a? Men-chi qarang, sizga yaxshi yemeklik kelib chiqib beray, ha?" dedi o'g'li o'ri qo'llarini opasiga iltijoliq tanglab turib. Gulxonning ichini mushuk tatlagandek beyaram bo'lib ketdi. Ay, 3 yoshga kiray deb qolgan bolaning tili mushkamkichkandek. Menishimi normal emas. Agar boshqa oilaning bolalaridek oziqlik yetarlik bo'lgan bo'lsa, bu chaqcha xushqashdek bechirlab so'zlab, yerda yugurib yurib o'ynamasmidi. Shularni o'ylagan Gulxonning boyili ichiga singdirayotgan ko'z yoshi to'g'onni buzgan kalkun suyidek sirtqa davrab chiqib, birdamla mangzini ho'llab bo'ldi. U hapala-shapala ko'z yoshlarini surtib yetib, ishti qadam bilan yandagi uyga chiqib, bolasiga sut parashkini tangshab berdi. "Mushu mumkin bo'ldimi? Qachongacha uning royiga beqib, qachongacha uning yolg'on yavudoq gaplariga ishonib, o'zimni va bolamni qiynab o'taman. Ko'zimni yumib bu uyni tashlab ketishim, bu yunturuqdan qutulishim kerakmi? Komilning o'zgarib odam bo'lishi yetti tog'ning nerisidagi mumkin bo'lmaydigan ishlar qiladi. Shundoq turib men yana nemishqa uning qaytib kelishini saqlayman. Men uningga qarzdormi? Balani ko'tarib narsa keraklarni yig'ishtirib, uydan chiqib ketsamlar hamma ish tugaydi-ku. Biroq qandoq qilay? Zodi qandoq qilay? U tangshab bo'lgan sut parashkini so'sga qo'yib, ishtik o'g'ilning qishig'iga kirdi. Bola sut parashkini ko'rib, biliqlab kulib, ikki qo'lini oldiga so'zdi. U sut parashki qo'yilgan so'skini bolasining ojiz quliga tutqizdi. Bechora bola necha kun ustab qog'jirab ketgan cho'ng odamdek sut parashkini cho'ng-cho'ng sho'rab, qo'rtiltib emishga boshladi. Bolaning ochko'zlik bilan sutni sho'rishi uni qattiq azobladi. U 2 yoshga kirib 8 oylik oshgan edi. Bu chaqda boshqa bolalar allburun ona sutiga qiynib, sut parashkini usuzlik o'rnida ichadi. Lekin u bir so'zga sut parashki ichganligi uchun olamcha xush bo'lib ketyapti. "Bechora bolam, o'maq qo'zam meni kechir. Mushu bir necha yildan buyon seni bak qiynab qo'ydim. Jonim bolam Kamran. Bundoq bo'lishini baldiroq bilgan bo'lsam, seni hargizmi tug'magan bo'lardim-ku." U yana bir qitim ochiq to'lg'inib, alamlik uxtatib ketdi. U o'g'lining sut parashkini birdamdala ichib bo'lib, yana to'ymagandek talmirib qarashlariga qarab, ko'ziga yana yosh keldi. Yuragi echishdi, mujib og'irdi. U yangi to'y qilgan chog'larni quva esiga oldi. U chog'da ular to'limi baxtli edi. U chog'larda u Komilning qimorga berilib ketganligini bilmaydi. Shu anda-sanda ichib, chekib, mast kelganini hisobga olmaganda turmushi garchi boyashat bo'lmasa-mu, ammo nomrat emas edi. Arayal ikkisi saharda o'rnidan turib birga nashta qiladi. Komil oldirash kiyimlarini almashtirib xizmatiga mang'atdi. O'zi bo'lsa bir xususiy shirkatda vaqtli xizmat deb ishlayotgan edi.
u bir yildan keyin qaynonasining hadeganda baloqshib, yo'q yerdan putoq chiqarib, beshini umash qilishi bilan bu xizmatdanmi voz kechib uyga bekandi. Qayta xizmat tepib ishlashni xohlamadi. Xohlamadi emas. Ashu og'ziga balo tegadigan bit-bit qaynonasining yengdan sesiq gaplaridan qo'rqdi. U ba'zida qaynonasiga hayron qoladi. O'zi eri bilan tang ishlasa, uyni joyida qamdab, kunlarini xotirjam o'tkazsa, buning nari yomon. Buning qaynonasiga taqishadigan nari bor. Ajiba ona bo'g'ichi bolalarning seriq dal ishidan nomrat kun kechirishni orzu qilamdigandi. Keyin uning bo'yida qoldi. Turmush qiyinlashdi. O'zining 100% aldanganligidan yuragi pichoqda tilgandek ichishdi. Bu ona bola haqiqatan dangliq aktyor. Uchiga chiqqan kazzab aldamchi ekan. Meni mushundaq ishdik aldab, o'zlarini aldam qolsiga tushiribdi. Yana texi ikki bolasi. Shuningdan e'tiboran Gulxon ishsizlik, nomratlik, g'o'rgul turmush qaynimida tuchilandi. Qiynaldi. Bir kunni yuraklik xashlashga jur'at qilolmas bo'ldi. U oxir poch-purat xizmatlarni tepib ishlashga majbur bo'ldi. Uzunga bormay, yana shu mehribon, kuyimchan qo'shnisining yordamida ma'lum bir xususiy shirkatning tashviq tarbiya xizmatini topdi. Ammo o'qish tarixi tuvan bo'lg'achqa, uzun o'tmayla uning o'rnini oliy maktabni bitirgan o'quvchilar egallab ketdi. Ish o'rnidan qilib, necha oydan keyinla o'g'li tug'ildi. O'g'ilning tug'ilishi bularga cheksiz xo'shallik ib kelmasdan, balki uningga oyig'i chiqmas cheksiz azob ib keldi. Vaycan, tug'ib oldingizmi? Endi bechora Komiljon bolam bola boqaman deb nima bo'lib ketdi? Hay, ozroq vaqt o'tgandan keyin ondan tug'singiz bo'lmamdi deyman. Kun oshirmay tug'adigan mekanda kajab bir Gulxon tug'ib bir hafta bo'lgan kuni qaynonasi osmondan tushgandek paydo bo'lib, chalva qapli ketdi. Ana, bu nima deganlari? Men ishga qatchaqda shundaq degan bo'lsalari, men bu balni tushirib aytgan bo'latdim-ku. Endi tug'ib bo'lganda bundaq desangiz, men qanday qilaman? O, işte qanday qilsangiz qilmamsiz? Mening shu bechor o'g'limga ishim og'riyotdi. Men tek sizning buyingizdan ajrab ketamdikin debdikanman. Bundaq salomat tug'ilishini kim bilibdi? Endi za ishning kuchiklaridek bir muncha balani tug'ib, balamning bo'yniga bo'yinturuq salay debsiz-da? Bundaq to'xtamay tug'iyvergan bir muncha balani yig'vagan bilan uni joy-joyida boqqil bo'lsa bo'laxinim. Ana bu qandaq gap? Men nadimi bir muncha bola tug'aman. Endi birini tug'dim-ku taxi. Yana kelib bo'lma sizning navringiz, Komiljonning pushtig'i. Men ya uni sirtdan tepib kelmisam, nima ish qilib bunday qattiqlik qilasiz? Endi tug'ilgan bir buvoqni ko'timga bostirib o'ldirib qo'ysam qamlashmas? To'la haddingizdan oshmang. Küçügüm dese bir nimisini chiqaribdi deb, menga taqa hötet deydigan bo'ldingizmi? Taptatmasdan sirtdan bola topqingizmi taqa? Sizga deb qo'yay kelgunda xinim. Bu baliq bir ish bo'lib baxsin, ko'ygiligingizni ko'rsiz. Xiyolingizda o'g'limning pushtini ko'zdan neri qilmoqchimi? Siz qotilmi? Shumpanmi-ya? Bag'ringizni yerib chiqqan balingizga shumliq tilayotamsiz? Voy isit. Hey, sizmi bir odammi? Hamisi meni qanday qilsin deylar. Yeli bir muncha balani itning kuchugidek atrofiga yig'ib oldi deysiz. Yeli o'g'limning pushtini bir nima qilmoqchimisan deysiz. Men faqat birini tug'dim-ku shu. Hozir tug'magan bilan buningdan keyin qonjoq ishda tug'iyverasiz. Uning sizmi Komiljon bolamning yana necha bolasi? Nima? Komiljonning yana boshqa bolasimi bormi?